Har kuni biz turli odamlar bilan uchrashamiz. Kimdir ishga shoshadi, kimdir orzulari sari intiladi. Hayot shunday. Har kimning o'z yo'li, o'z sinovi bor. Ammo ba'zilar bor. Ular ham biz kabi yashaydi, orzu qiladi, mehnat qiladi, lekin ko'pchilik ularni tushunmaydi. Ular oiviy bilan yashovchi insonlar. Bugun tibbiyot rivojlangan, zamonaviy davolash usullari mavjud. Agar inson dori vositalarini muntazam qabul qilsa, oiviy bilan nazorat ostida bo'ladi. Shunda u sog'lom hayot kechiradi, boshqalarga yuqtirmaydi, oilasi bilan baxtli hayot kechiradi. Eng asosiysi, ularni kamsitish emas, qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki ular ham jamiyatning bir qismi. Ular ham sevadi, orzu qiladi, kuladi. Shuningdek, biz kabi oila qurib, farzandli bo'lib, baxtli hayot kechirishmoqda. Ular bizdan farq qilmaydi. Faqat mehr, tushunish va e'tibor bilan qarash kifoya. Hayot davom etadi. Chunki muhabbat, insoniylik va bag'rikenglik bizni birlashtiradigan eng katta kuchdir.